Mana bolangiz qilgan ishini qarang. Imkonim yo'q deb yozgan. Men qila olmayman, matn yo'q menda. Men uchun qiyin, o'zbek tilini bilmayman deyapti. Nima qilish kerak? Har doim bilmayman dedi. Men aytaman, Telegramdan yozsang ham tushuntiraman deyman. Ota-onangdan so'ra, ular ham tushuntiradi deyman. Qachon qaraysizlar bolaga? 5-sinfga chiqqandan keyin ustozi qaramagan, o'qitmagan deb keyin menga tashlaysizlarmi? Telefon o'ynashga rosa qo'yib qo'yyapsizlar. Bu ahvolda qarang daftarlarini. Doim vazifalar chala qilinadi. Nazorat qilasizlarmi buni? Har doim chala bo'ladi. Ko'p darslari chala. Vazifalarni to'liq bajarmaydi. Bilmayman degan yozuvni qilib qo'yadi. Masala har doim shu.